Assalomu alaykum ishqibozlar. 2-yanvar chiqqan jo'jalarimiz. Tomoshaga shu ko'rmakiyon bilan Bardovoy tulakdi bolalar. Asosan makiyon par chiqqan. Bularni o'tgan yil shu fevralda chiqqan akasi Toshkentga, Xorazmga sotilgandi. Xorazmda Xivani davrasida o'ynadi. Birinchi o'yiniga 5 milliondan o'ynab qo'yillatib yutdi. Jo'jani o'zi 1200 ga sotmadik deyishdi. Keyingi o'yiniga hozir tayyor bo'layotgan bo'lsa kerak, o'ynasa kerak. Shular повторlari xudo xolasa tomoshaga. 2-yanvar chiqqan. Bular makiyonchalarni shu ishqibozlarga berdik, sotdik. Hozir bularni yana повтор ukalari chiqqan. 15-fevralda chiqqan ukalari ham bor. Ularni ham ishxonaga sekin olib chiqamiz vaqti kelib. Tomoshaga 2-yanvar jo'jalari.